Nimaga siz internetdan smartfon olishingiz kerak? Bu savolga biz javob bera olamiz. Siz hozirgi paytda ishonchli magazin topishingiz qiyin bo'lgan paytda turibsiz. Hozir ko'p magazinlar bor va ko'piga ishonch yo'q, ko'piga ishonch ham bor, lekin siz uyingizda o'tirib 20 yildan beri har bir mijozni rozi qilgan House Mobile'dan smartfon zakaz berasiz va men javob beraman 100% hamma joydan arzon ekanligimizga. Va men sizga ayta olaman, narxlar qiymatiga qarab, holatiga qarab chiqadi. Misol, kam yurgan mashina qimmatroq, ko'p yurgan uringan mashina esa arzonroq bo'lgani kabi smartfon ham xuddi shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi chegirmalarni, bugungi narxlarni o'zingiz uchun his etishingizni so'rayman. Aynan S25 smartfonlar bizga katta kolleksiyalarga kirib keldi. Xohlagan rangingizda kirib keldi. Zapechatniy kirib keldi. Aynan yillik kafolatli o'ta ideal bo'lgan bu smartfonlarning narxi $680 beriladi. Hozir $750 turadi, почти $70 chegirma qilib qo'ydik. 26 Ultra Dubai ikkita sim kartali. Men berayotgan narxdan arzon joyini topsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Inshaalloh narxi $1135 ga. Bunaqa narxda даже Dubayda ham bo'lishi qiyin. Iltimos, siz hozir video to'xtatib, kommentga yozing, qanaqa smartfon olmoqchisiz. Aynan mana shu kommentingizga men o'zim shaxsan e'tibor qilaman. Inshaalloh keyingi videoda siz so'ragan smartfonni albatta chegirma qilib beraman. 256 100%li esimlargacha o'tgan $1320 ga, hattoki 100 largacha bor. Telefonda tirq qaytgan joyi yo'q. Haqiqiy Apple yangisi bilasiz, $1550 bo'lib turibdi. Hozir salkam 3 million arzoniga olish bu qiziqarli narx-ku. Yillik kafolatli esimlargacha o'tgan eng qimmat rang bu qaysi rang? Bu natural rang iPhone 6 Pro 12893 $650 ga berib yuboraman. $750 ga berib yuboraman. $750 ga hozir yo'q. 800 ga olishingiz ham bunaqa smartfonni imkonsiz deb bilaman. Men sizga iPhone 4 Pro ning narxiga iPhone 16 beraman. iPhone 16 ning rangi alohida noyob masala. Qarang, ideal tanlov. Bu mukammallikni taklif etaman. Aynan sizga chegirma narxda beraman. Bu smartfonimizning narxi $575 evaziga. Hurmatli obunachilar, ushbu smartfonimizni bizdan chegirma narxda xarid qiling. Aynan buni rangi esa $579 ni tashkil etmoqda. Smartfonlarimiz 100% noyob mahsulotlar, noyob takliflar bilan taklif etiladi. 12898 haqiqiy yangi esimlargacha o'tgan $155 ga. iPhone 6 Pro ni $899 ga. Tasavvur qilyapsizmi? 900 dan qimmatiga olishga o'zim tayyorman, lekin undan arzoniga berishga ham tayyorman. Maqsad bu yerda bitta mijozdan foydalanishlik emas, bitta mijozni rozi qilishlik. iPhone 4 Pro ni 12882%li $495 ga, 100% Radno Silver rangda. Aynan 128-94%li $289 ga o'zim bunaqa narxdan qimmat olyapman. Lekin arzon keldimi, arzon beraman. Maqsad sizni shunaqangi arzon smartfonlar bilan ta'minlashlikdir. 512 talik 92%li iPhone 14 Pro $520 ga. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir 128 talik 92 talikni 520 ga olishingiz qiyin. Bizda esa 512 talikning imkoni bor. iPhone 6 Pro, iPhone 15 Pro'lar bizda chekilmada $650 ga 15 Pro. 15 Pro hozir 650 ga qolmagan, 700 ga qarab ketdi. $410 ga 13 Pro hozir 425 dan kami yo'q. 25 modelimizni yangida Silver Shadow rangda $570 ga, haqiqiy arzon narxga. i6 ni 8 ga 128 talik chegirma narxda aynan $160 evaziga. Redmi Note 15 Pro ni full holatda 8 ga 256 lik variant $225 ga, 285 turadi yangisi. Reali yaqindagina chiqdi, hali rabochiy bo'lib ulgurmagan model. Aynan $279 ga i6 ni aynan mana shu rangini hozirgacha talab qilishadi, lekin yangisi deyarli yo'q hech qayerda. Bizda esa bor, sanoqli qolgan, lekin qo'ng'iroq qiling. Eng qulay narxda $325 ga yangisini beraman. Aynan 24 Ultra'ni 512 talik $650 evaziga. O'ta ideal, natural rangda puliga arziy oladigan model. Sizning ishonchingizni oqlay biladigan model. iPadlarga qiziqasizmi? Unda men sizga iPad Pro beraman hamda bunga mos bo'lgan folio chexolini ham podarka qilaman. Smartfon boshqa tema, planshet boshqa tema. Apple ekotizimini xush ko'ruvchilar uchun iPad Pro 4-paketini 806 Wi-Fi da ishlagan varianti 1000 ga yaqin turadi, $550 evaziga. Haqiqiy arzon narxni his eting.
$180 iPhone 8, iPhone 11 Pro 256 $180, 128 talik $185 $64.96 ekan. iPhone 2 mini, iPhone 14 Pro 128.86 $515 evaziga. 256 talik yangida 13 Pro Max. O'zim 500 dan qimmatiga olaveraman shunaqasi bo'lsa. Ishoning 500 dan qimmatiga oldim kuni kecha. $499. 256.94 $245 iPhone 1 Pro ni biz 64 talisini sotyapmiz. Lekin 256 lik taklif etyapman. Narxlar arzonligini his etmasangiz siz yon ko'rguvchilardan bo'lasiz. Chunki smartfonni boshqa joydan qimmat olib afsuslanganingiz bu eng katta muammoyingizdir. Hozir smartfon bitta muammo qilsa sotuvchi, o'sha sotuvchi bilan problema hal qilgani hammaning problemasi o'ziga yetadi. Biz oddiy misol smartfon sotadigan insonlarimizga smartfon sotib ketishadi. Bitta telefonni ish ko'rsatsa, hali smartfon sotadigan inson bizdan qancha foydalangan? Yo'q bo'lib ketadi. Qarang, odamlar misol uchun garantiya bermay qo'ygan ko'p odamlar, lekin ko'p odam beradi. Biz o'sha beradiganlar qatorida turuvchi magazinmiz. Shunday ekan, bizdan smartfon oling. Bizga bu smartfon, bu pul muammo emas. Inshaalloh bizga mijozni rozi qilishlik muammo. Mijozni rozi qilishlik masalasi bo'yicha yuramiz. Albatta Xiaomi 13 Lite modeli. Aynan bu smartfonni sizga $185 qidiraman. $275 ga S23 Fan Edition, $340 ga A+ segmentda S23 larimiz kirib keldi. $245 ga S22, даже o'zim S22 ni 245 olgandan kecha. 210 ga olingan telefon $185 ga S21 ni qora ideal variantda. S20 Plus ni 230 ga olingan $195 ga yangida ozgina O'zbekistonda ishlagan. $255 ga ham A56 bor. 255 ga ilk bor sotyapman. $45 ga Agma, ekran o'zi $50 yaqin turadi. Aynan sizga Honor X9 ni даже yangida esa $290 ga 8256 lik qora rangga shu jumladan ideal variantda. Men sizga 25 Ultra smartfonlarni taklif etaman. Rasman yillik kafolatli Dubaydan kelgan 780 dan 800 gacha qilib berilyapti. Narxlar tushib ketgan. Foydalanib qolsiz, baraka topsiz xursand bo'laman. Aynan iPhone 14 Pro 128-89% li, 128 talik 94% li $549 dan. 13 mini yesimlargacha o'tgan haqiqiy ideal variantda 128-95% li $279 ga. iPhone 14 128-85% li $470 ga. iPhone 14 ni o'rni kelganda aytib o'tishim joiz. Batareyka jihatdan eng moshnisi mana shu iPhone 14 bo'ladi. 256-90% li $110 ga desert rangda haqiqiy ideal bo'lgan iPhone 1 Pro Max ni taklif etaman. iPhone 16 Pro hamda 16 Pro Max lar bizda arzon. 16 Pro Max 256-91 $940 ga 100% resimgacha o'tgan professional tanlov. $305 ga iPhone 13. Bizdagi narxlarni arzonligini iltimos his eting. Bizdagi imkoniyatlarni his eting. Biz har doim mijozlarning manfaatlarini o'ylovchi magazinmiz va bizni hoziroq shu joyda to'xtatib ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat aytaman. Kommentariyada izoh qoldiring. Qanaqa smartfon olmoqchisiz tez orada yoki tanishlaringiz qanaqa smartfon axtarib yuribdi, yozib qoldiring. Ertangi videoim siz uchun bo'ladi. Siz istagan smartfonni zo'r chegirmada joylab beraman inshaalloh.